Mashhurlik bu sizni hamma ko'pchilik tanishligi yoki internet ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilaringizni ko'pligi raqamlar yoki ko'rishlar soni bilan emas deydilar. Haqiqiy mashhurlik shundoqki deyaptilar. Agar sen ey Robbim deb Allohga iltijo qilganingda, qo'llaringni samoga ko'targaningda farishtalar ey Allohim bu tanish bandangni tanish ovozi deb aytilishligi, sen yer osmonda Allohning huzurida, farishtalarning huzurida mashhur bo'lishliging mana shu haqiqiy mashhurlik degan ekanlar. Ibn Qoyyim Javziy rahimahulloh aytadilar, Allohga itoatli, uni doim zikr qilib yuradigan bandaga bir og'ir musibat yetsa yoki boshiga tashvish tushsa deydilar, Allohdan biron bir hojatini so'rar ekan, farishtalar aytar ekanki, ey Robbim, bu tanish bandangni tanish ovozi-ku der ekan. Allohning huzurida, farishtalarning huzurida mashhur bo'lishlik mana shu eng haqiqiy mashhurlik, haqiqiy sharaf, haqiqiy baxt va saodat ekan.